Demak, aziz yurtdoshlar, aynan shunaqa jo'shqin kayfiyatda Ko'k joy dasturini jonli efirda davom ettiramiz. Bizga berilgan vaqtlar ham asta-sekinlik bilan o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Shuning uchun yurtdoshlarimiz bilan chiroyli va samimiy xayrlashib olamiz. Aynan bugungi bayram Qurbon hayiti bilan tabriklaymiz. Bitta. Ustoz, keling. Avvalambor yetkizganiga shukr. Shu kunlarga yetkizganiga shukr. Barchalaringizni aziz hurmatli dindoshlar, bayram ulug' bayramlarimiz muborak bo'lsin. Ilohim kirib kelgan shu yilimiz mana shu yangi yildan kelinadi hisobda. Fayzli, barakatli kelsin. Hamma yo'q yaxshi bo'lsin, Xudo xolasa. Futbolchilarimiz ham hayitga mana chiroyli bayram qilib kelishdi. Bayramlik qilib, hayitlik qilishdi. To'g'ri. Xudo xolasa ular ham chempionat miralarida ham chiroyli o'rinlar olishsin. Birinchi o'rinlarda egalaba. Tarixda birinchi marta bo'ldi lekin. Zo'r bo'ldi. Yashasin O'zbekiston. Yashasin O'zbekiston. Ruxsor telekanaliga ham, rahbarlariga ham katta rahmat. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Mana karantin paytida keldik, yana nasib qildi kelganimizga. Xudo xolasa yana yillar, yana shu kunlar mana shunaqa hayit, xursandchilik bayramlarda birga bo'lishni nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Marhamat. Gulbaxor xonim. Men ham ustozimizning gaplariga qo'shilaman. Har doim sog' va salomat bo'laylik. Hamma yaxshi kayfiyatda yuraversin. Qaranglar, ozgina xos vaqtimiz bor. Improvizatsiya qilib yubormaymizmi? Jonli sostavimiz bor. Bitta chiroyli kuy deydimi, bit deydimi, bitta cholishadida 3 kishimi, 4 kishimi, necha kishimiz bor? 5 kishi. Iltimos bor, maylimi? Bitta qo'shig'im bor-da, shuni odamlar o'zlarini asraylar odamlar. Mana yaxshi niyat qilish kerak, ertaga kunlikka ishonish kerak-da, yashash kerak, ishonib yashash kerak. Xo'p bo'ladi. Shu qo'shig'im bor, bilalashib aytamiz. Shu qo'shiq bilan tugatamiz ekan. Demak, ozgina xayrlashib olamiz. O'zlarini asraylar odamlar. Hali bu narsalar hech narsa emas. Yorug' kunlar hali oldinda. O'zlaringizni asraylar, hurmatli odamlar. Demak, aziz yurtdoshlar, bemor gaplaringizni bo'ldim. Biz sizlar bilan xayrlashamiz aynan shu qo'shiq bilan. Sog' omon bo'ling, keyingi dasturlarda ko'rishguncha. Hammalaringizdan xabar olamiz. Samandar Ochilovga va albatta Lolaxon hamda Rasuljon aka biz bilan bo'ldi. Salomat bo'linglar. Marhamat. Marhamat Komiljon Jo'rayev kuylaydilar. Ketdik. O'ksik dillar ozmi dunyoda. Siz baxtlisiz haddan ziyoda. Yuring, ko'ngil so'rab kelamiz. Xoh ot minib, xohing piyoda. Xastalarga tilaymiz shifo. Qiynalganga madad bo'lamiz. Befarqlik bu eng katta xato. Yuring, ko'ngil so'rab kelamiz. Shu 5 kunda o'tar dunyoda dillarga nur bo'lib kiramiz. Savobi ham Allohdan va'da. Yuring, ko'ngil so'rab kelamiz. O'zingizni asrang aziz insonlar. Tangri bizga bermoqda sinov. Og'iringiz ko'tarmas birov. Faqat biling chin qalbdan so'rov. O'zingizni asrang odamlar. Tangri bizga bermoqda sinov. Og'iringiz ko'tarmas birov. Faqat biling chin qalbdan so'rov. O'zingizni asrang odamlar. O'zingizni asrang aziz odamlar. O'zingizni asrang aziz insonlar. Hammaga-ku jon shirin asli. O'tar kunlar qish bahor fasli. Dunyo shunday sinovli darsli.
o'zingizni asrang odamlar. Hammaga-ku jon shirin asli, o'tar kunlar qish bahor fasli. Dunyo shunday sinovli darsli, o'zingizni asrang odamlar. Odamlar, odamlar, o'zingizni asrang aziz odamlar. Odamlar, odamlar, o'zingizni asrang aziz insonlar. Tun keldimi tong ham otadi, bu kunlar ham bir kun o'tadi. Baxtlar bizni intib kutadi, o'zingizni asrang odamlar. Hali yorug' kunlar oldinda, yulduz to'la tunlar oldinda, go'zal olam damlar oldinda, o'zingizni asrang odamlar. Odamlar, odamlar, o'zingizni asrang aziz odamlar. Odamlar, odamlar, o'zingizni asrang odamlar. Odamlar, odamlar, o'zingizni asrang aziz odamlar. Odamlar, odamlar, o'zingizni asrang aziz insonlar.